Hammaga salom do'stlar, sizlarni Reverse kanali do'stlar, bugungi videomizda YouTube platformasi portlayotgan nima dedi? Tabisimi. Короче, profil tagida yozib qo'yman, shu o'yinni o'ynab chiqamiz do'stlar. Короче, men mobil versiyasini o'ynayman. Kompyuter versiyasi, menda kompyuter yo'q birinchidan, shuning uchun o'ynayolmaymiz. Shuning uchun bugun telefon versiyasini o'ynab chiqamiz. To'g'risini aytsam, bu o'yinga o'zim qiziqdim. Shuning uchun bir qadar tortib ko'rdim. Xo'sh, boshladik bo'lmasa, xo'sh, birinchi o'rinda hammaga kattakon rahmat aytaman. Birinchi YouTube'da ancha obunachilar ko'payib qoldi. Ko'p odamlar bizni ko'p kuzatyapti. 77 obunachi bo'libmiz. Hammaga rahmat. Xo'sh, bugungi videomiz boshlandi. Xo'sh, bizda dushmanlar, bizda 600 ming pul bor ekan. Uni olsak, qilganiga o'ntirsak bo'ladi. Mana shu o'rgatyapti. Mana bu narsa, mana bu tushunarli. O'zim o'ynab ko'rish toza mergan ekanman. Davay. Mana senga. Biroq toza merganman, qochish kerak bir. Det. O'ldi, o'zim qolib ketdi. Mana. Va bilatima. Qoch. Davay uramiz. O'g'ila. Bak, qora qayshaq. Ya xudoga shukr, bug bo'lib qoldi mening telefon versiyasida juda ham ko'p buglar bo'lyapti. Voy, shunaqa ham omadsiz bo'ladimi? To'ldiramiz tez. O'l. Ya qo'li qayshaq. To'xtada, o'zing otda men otish xohlamayman, o'ynagan yo'q. Chekir. Xo'sh, o'yin ko'rib turibsizlar, atmosfera. Voy. Toza mendan ham battar ko'p. Qimirlamay tur, otib olay. Xudoga shukr, urdimay. Ram qisib yubordi. Xo'sh, kamonchilar, uruvchilar, xo'sh. Himoya kerak, 8000 pul bor ekan, yaxshi. Bu yerga ikkita himoya qo'yamiz, bu yerga ikkita himoya. Orqasiga bitta smok tashlaymiz. Orqasiga ikkita odam qo'ysak, 3 ta qo'ydik, 5 ta bo'ldi. Bo'ldi janga. Mejbur cho'samalaydi. Va yaxshi. Xo'sh, davay. Davay, молодец. Вот, молодец. Bu joy yutildi, endi bu tarafga hujum qilishadi. Aytgancha, bu o'yinni yuklamoqchi bo'lsanglar, pastga link qoldiraman, shuni ko'rsanglar bo'ladi. O'yin pastda 1 gigabaytdan oshiq bo'lish kerak adashmasam. Bular kim? Bu kim? VR Zona kanalida ko'rdim bu o'yinni. Shuni qiziqib. Voy, dushmanlarimiz aniq. Yo'q, pul basharasini. Buni bular ateljanga chiqarayotgan o'xshaydi. Xo'sh, bizda 1400 pul bor. Xo'sh, birinchi o'rinda. Mana bu sash tejid birinchi o'rinda chaltish usul qilamiz. Tosh ishlatish uchun, mana bu ikkisi o'z kuchini ishlatish uchun chaltish usul. Tosh aniq o'zib tashlaydi, 100% garanti. Orqasidan polni kamonchilar va uruvchilarga bitta urush. Davay jang. Bitamiz, davay. Chaltuvchilar chalsa bo'ldi. Yaxshi, reja aytgandek bo'ldi. Endi kamonchilar o'qini to'ldirguncha ushlab tursa bo'ldi bir. Davay, 1-2 ta ko'ramiz. Yo'q, xudoga shukr. Lanat yo'q. Parasos chiqdi. Qazikmi deyman. Qoch. Qoch kimligini. Xo'sh, reja o'xshamadi, buni reja olamiz. Buni bitta yo'ldan, buni bitta yo'ldan. Ikkita qo'yish kerak o'zi. Qanchasi meni bitta reja ismi chiqib qolgan. Davay janga. Ikkalasi ultimatdan ishlatib olsa, qolganlarini o'zimiz tutishimiz yaxshi.
Davay. Kaman çözüm oynayışım oynadım. Tamam uruşumuz gerek. Mergin ekan. Aqlcha to'q-ku. İkiş qoldik, tosh otar. Bizda ham jang himoyachisi bor ekan, yaxshi. Gol yutdik. Mana senga. Qolib ketding. Davay, bir ikkisi kim otarkan? Davay. Davay, bir ikkisi ko'ramiz. Yo, ichiga kirib ketdi. Yaxshi, o'yin juda yaxshi. Xo'sh, pulli himoyachilar. Orqada o'tadiganlar bor ekan. Bizga ma'lumot beribdi. Menimcha bu nima ekan? Xo'sh, ikkita 3 ta skar qo'yib, mana bu yerga o'tuvchilar qo'yamiz. Yo, to'xtanglar, o'tuvchilar kerak bo'ladi. Faqat birinchi o'rinda bizga tosh kerak. Mana tosh. Ikkita tosh qo'yamiz himoyamiz uchun. Himoyamiz tashlashadi. Ketdik. Davay. Ikkita tosh himoyam buzadi, yaxshi. Endi kamochlar qo'ygan edik. Naychachilar, davay. Davay. Tez ultimate turmarkan, urib qo'ydi. Urib qo'ydi, uramiz. To'xta, reja xato bo'ldi. Mana buni kuchini ko'rdik. O'zim o'ynashim kerak. Shunda hammasi yig'ilganda bittada ko'taraveradigan narsa bo'laman. Mesela bu kerak. Bizga bitta tosh yetadi. Shuni yurtish kerak. Ana o'yin. Segargan. Mana bitta ultimate bor ekan, shuni. Davay. Endi bular yig'ilgandan foydalanamiz. Davay, bitta ulta. Zo'r deydi. Endi qachish kerak. Davay, tez. Mana bitta ultimate. Juda ham yaxshi, bitta odam qoldi. Qoch. Mana yetdik. Ko'p do'stlar soch tashlagan menga yoqdi, zo'ray. Xo'sh. Boshqalar kelsa. Xo'sh, ko'rikchi kimlar bilan o'xshashganimiz. Kim bu? Qirol yo'q ekan, naychachilar. Kimlar bunday qilamiz? Bunga himoyachilar qo'yamiz hozirgi. Qaydanga. O'zimizga o'ldirib qo'ydik. Davay. Bu reja o'xshama. Davayda urib ko'rsak bo'ladi. Urgan marada sen ikkita olsa bo'ldi. Yaxshi bitta. Davay, bir ikkisi ko'ramiz. Otish kular ekan. Xo'sh, nejam ko'taryapti. Davay. Ulgurmaydi yo'q. Ulgurmar ekan. Bular ichiga tiqib. Tasvir yutsam turdim, ulgurmadim. Qo'li qiyshiq. O'ldim. Xo'sh, to'xtaylar, bo'lmadi. Hech rejani aytdi. Jang ko'prikda bo'lish kerak-da. O'zimiznikilarni ham otib qo'yarkan, mana bu yerga teramiz. Davay. Bu ko'rlang taktika o'xshaydi. Xo'sh, kichkina yo'qishga. Naychachilar bir-birini o'ldirib qo'yamiz. Bu falokat bu yerdan qochish kerak-ku. Mana senga. Qolgan. Bichora qo'llab tashlash. Yo, to'xtalar, reja o'xshaydi. Mana kapitamiz yetmoqda.
ikkita sehrgar qo'yamiz. Oldinga pulli himoya. Ikkita kamonchi. Davay, endi yutamiz. Faqat sehrgar o'z ishini bilsa, va o'zimizlarni o'ldirib-ku. Davay sehrgar shu paytda tashlash kerak. Davay ishlat. Vo, mana zo'r taktika. Samojlar yomon ekan. Bular nima? Mana orqadagilar kim? Nima? Pulda butilga tortgancha ular otuvchilar bo'lsa kerak. Bitta filni qo'yib ko'ramiz. Davay, bitta filga shuncha odam qarshi. Vo, mazasini qochib tasha. Yo'qoy. Easy tasha bo'ldi, yutdik. Bitta filni o'zi hammasini olib tashladi. Filni mazasi qochib qoldi. Davay. G'alati gaplar. Xo'sh, oldinda himoyachilar, kamonchilar foydasi yo'q deganimda. Bunga bitta fil qo'yamiz. To'g'ri, o'yin zerkalib qoladi. Ikkita sehrgar oldingi himoyachilar bo'lish uchun qo'ygan qirqinchilar. Only 10 ta kamon. Davay qanday bo'lishgan. Himoyachilar mana biz bersa kamonchilar o'tar. Va bular oldinga qo'yish kerak ikkita. Vallahi sud so'ragan edi. Davay. Davay. Ona o'ynay qol. Davay, uraslar, davay. Ana yutdik. Himoyachilar bizda şey. Xo'sh, 3 ta o'roqchi va bitta kamonchi. O'roqchi bo'lsa, juda ham ko'p pul beribdi. Bular juda ham oddiy suylanganmiz, himoyachilar. Xo'sh, kamonchilar 3 ta o'roqchini yengish uchun kuchli bo'lsa kerak, o'yinlarni ko'p bo'lsa. Yetar shu kez. Bular pistirma. O'tdi chiqib. Va bular yutalar ekanmizmi? Voy, plusga yondashdik biz. Davay, o'tdi, davay. Uğraşlar hemen git, yaşa. Men kızı bir taskarını öldürmek. Aldaştı da biz. Ayttim köp pul berdim. Uğraşlar ölürüm kim çünkü. Bekir öldü yaşa. Davay, bir özüm bilsem bilmiyorum. Tas kotamayacağız. Amazing. Vay, kapıp kaldım ya. Onu arkadakiler yomon ekanda kayf qo'yib. Mas undan zo'r ide bir. Oldim. Majnun o'zi yetadi, senga da. Shu ro'shini qo'shib bilan. Aminman. Uzoqdagi piyochilar ham. Yoppa. Davay, merganlik mahoratimizni sinaymiz. Mana senga. O'zi filmga o'tib qo'ydim. Давай, мальчик, ушки. Yeteyim. Вот, donat. Koç. Koç. Tegme menga. O'la qiyshaq. Donimiz kapib qoldi. Yaqinlashma menga, ey, don tarqaganlar. Qiyshaq, ey. Блядь, yomon deydi. Voy, o'rtaga solishyapti. Meni bizda fil qani? Qasib qo'ydikmi bizda fil? Bizda fil tushib ketib qoldi. Bilan. Yerda nima qilyapti? Uni kelanchitamiz. Uning orqasidan kamonchitiramiz. Davay. Uzoqdagilar urush berdi, men yerdan snayperlab. Ot. Qachon snayperligim o'xshar ekan? Bir qurol yo'qmi? Nima bilan urush kerak? Menga mashlar. Nishon deydi. Tushunyapsan. Davay.
Mana senga. Bu uruqchi bor ekan. Davay, tul. Vah, apang sani. Uruqchimi? Yeti. Bittik. Kimdir qol. Ben hep qoldim men askar. Kimdir tirik. Bu filde bor odamlar mosmuş. Kimdir ya? Hamurgen. Halatı bulduk. Bir dişim yok. Baygıp qo'lini deyman, o'sha baygıp qolibdi. Reja zo'r o'tdilik. Fil o'ldirdik. Endi aytamiz baygıp qoldi. Xo'sh, fil o'ldirdik. Keyin ishimiz ketdi yana. Tekseydi. Блядь. Kimga ko'raydan kimga tegdi? Kimga tegdi? Menga tegibdi. Davay, pivachilar o'ldirish kerak filda. Asosini chiqarib qo'yadi o'zi. Ma. Yomon tegdilik. Aytdim, o'ldirib qo'yadi. O'roqchilarni kimdir tirik qolgan deyman. Yo'q, 3 o'roqchi bor tirik-ku. Davay. Endi quyib qo'ydim. Davay. Bir ikisi bo'lamiz. Kimdan jota? Kelyapti bundan. Davay, YouTube'ga chiqaramiz. Davay, kelasi tegmadi sur videolar. Bir sehrgarmi bu bo'ladi? Ta'zir qil. Qorindan yechib bechora. Menimcha bechorani aniq bo'ldi. Davay. İkinci video davay. Bechorani ko'zi ikki safar bo'ldi. Xo'sh. Bu xonamda registrlarga qarshimi? Askarlarni so'zlab. Nima bo'y guruhchilarning. Nima ekan? Qarg'amalar. Bular sakraydiganlar ku bular. Ular YouTube qo'yib endi bular o'tib. Toch. Yaxshi. O'lib tashlab sakraymiz. Qarg'a nima qilar ekan? Nimadir ot shu. Bu qarg'a otar ekan. Bu registrlayingan. Samonchilar kerak emas, chunki o'tni qaytarsa bo'ladi. Kayf qo'yganlar. Bitta qo'yib qo'ying ikkita o'roq. Davom etamiz. Bu 3 tasini bo'ldik. Kayf qoldi. Uroqchilar joni ko'p bo'lsa kerak. Filni ushlasi bitta filing bor. Davay, titpeshay. Bitta uroqchi qoldi. Davay. Mablag' qayerga ketib? Tushib ketadi hozir. Tushib ketib qoldim. Davay, o'zimning qilsam. Mana. Faqat. O'zim kelib qol.
To'xta, bizga pivo ichim kerak bo'ldi. Yana bitta o'qishni ko'ramiz. Давай, jangga. Avenger. Давай, 3 to'roqchini o'zi eplaydi. 3 to'roqchiga 3-chi urib tashladi bechoralar. O't turgan. U avvalroq qilish kerak ekan. Uchlasini o'zing tasha. Xo'sh, keyingi jangchilarimiz kamonchilar va qo'shiqchilar. Nima qilamiz endi? Qilamiz. Bugungi polli samon yo'lda. Davay, samon tashlaymiz bor. Mehnatdagi o'zimizga. Bu bilan mashinami? Hech befoyda narsa ekan bu. Xo'sh, yaxshi kamonchilar chalib turibdi. Давай. Juda yaxshi, davay. Kamonchilar chaltish uchun kerak ekan, mana. Mana yutdik. Yo'riqchiga qoldi. Xo'sh, keyingi 3 ta ritsar. Bizga 3 kun pul beribdi. Mana orqada katapulta. Katapultani aldash uchun polni ma'lum qilishmish kerak. Qolgan ikkita narsani beramiz. Bitta o'roqchi, qolgan bar sanashlar. Bitamiz. Katapulta atdi. Ya bo'ldi. O'zimizdagilarni ko'pib qoldi. Mana bunga hujum qilish kerak katapultaga. Ana nima. Davayda uringlar. Yaxshi, yutdik. Xo'sh. Keyingisi ma'lummi? Bu ismi deyman shox bor ekan. Orqadagilar sehrgarmi deyman. Kelib yerdan bir bola chiqaradi shu. Biz bitta bundan olamiz. Sehrgarchi bo'lish uchun. Qolgan polni samonchilar orqasidan bular kayf qo'yganlarda ikkita chiqaramiz, uchinchi chiqaradi. Ikkita o'roqchi. Davay, yutamiz. Davay. Ot, yaxshi qilmaymiz to'sha. Bular davolachilar ekan. Yaxshi. Malades, yaxshi. Ot, bitta katta shox qoldi. O'ldirib qo'ydi. O yaxshi, hozir bitta o'zing. Ma qayerga jang bo'layotgan bular ketib qolgan. Nima bo'lsa meni bu o'ldirsa endi. Bitta janjimiz bor ekan, o'ldirib qo'ydim. Ular kayf bo'lib qoldi, shox biznesga. Yutdik. Shox taqib qara kayf. Xo'sh, yangi lokatsiyam. Xo'sh, do'stlar, bugungi videomiz shu yerda tugaydi. Yangi lokatsiyaga o'tibmiz. Bizga qilichlar berdi. Yozda keyingi videolar chiqadi. Agar bu videomiz yoqqan bo'lsa, like va obunacham bosing. Bizdan birimiz ketmaydi yoki bir dollar pul berishga ketib qolmaydi. Do'stlar, hammaga xayr, sizlar bilan Harjus kanalida. Do'stlar, bu endi kommentariyaga tashib qo'yaman. Mana shu yerda linkini qo'yib bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Xo'sh, hammaga xayr, sizlar bilan Harjus kanalida.